Bir yigit Payg'ambarimiz alayhissalomga kelib, ishi yurishmayotganligidan, hech boy bo'lib ketmayotganligidan shikoyat qildi. Namoz o'qiydi, zakotini beradi, ihsonini qiladi, lekin ish yurishmayapti. Nima dedilar Payg'ambarimiz alayhissalom, bilasizmi? Rasululloh alayhissalom o yigitga qarab, ota-onangni haqqiga duo qilib turasanmi dedilar. Ya shuni qilmayman ekan dedilar. Ala dedilar. Ogoh bo'l. Ota-onasini haqqiga duo qilmagan odamni Alloh qashshoq qilib yuboradi dedilar. Ota-onangiz haqqiga duo qilib turing. O'tib ketganda emas, hayot bo'lib turganda ham azizlar. Ko'pchilik ota-onaga duo qilish desa, faqat o'tgandan keyin duo qilish tushunar ekanlar. Allohim rahmatingga olgin gunoh yo'q azizlar. Ota-ona sizni 24 soat duo qiladi. Lekin siz o'zingizga o'zingiz savol bering, hayot bo'lib turgan ota-onamiz uchun necha marta duo qilyapmiz? Xuddi ular bizga qilgani kabi qilyapmizmi? Yo'q. Agar qilayotganlar bo'lsa, sizni ham bolangiz shunday duo qilsin ilohim. Lekin ota-onaning haqqiga duo qilib turish kerak. Kimni ishi yurishmayotgan bo'lsa, kim o'zidan o'zi kasodga uchrayotgan bo'lsa, o'ziga o'sha savolni bersin. Oxirgi marta qachon ota-onasining haqqiga duo qildi? Ularga bildirmasdan uyning ichida o'tirib, ko'zingizga yosh olib, Qur'onda oyatda aytibdi. Allohim ularni meni kichikligimda tarbiya qilgani kabi ularni rahim qilgin deb so'ragin deb o'rgatyapti Alloh. Mana shu duoni qilib, ularning haqqiga duo qiling. Maxsus duolar yozilib qilinmaydi azizlar. Siz qalbingizdan nimani istasangiz shuni aytib duo qiling. Ana keyin ko'rasiz ishingiz rivojlanishini. Ana ko'rasiz undan keyin barakani.